Urra, 100 ming obunachi. Meni tabriklasanglar bo'ladi deydigan kunga qachon yetarkanman. Bolachalar kiyimlarini sotib, 2 etajli uylar solib, Malibu mashinalar minib, iPhone 17 Pro Max'lar bilan maqtanayotgan ledi qizlarimizni Instadan ko'rib, akamdan, ukamdan, erimdan tezlikda qaytarish sharti bilan pul oldim-u, bozorga chopdim. Eng trenddagi sifatdagi javob 80%, 100% paxtadan bo'lgan bolachalarimiz mazza qilib kiyadigan futbolka, mayka, shortik, dvoyka, troykalardan olib keldim-u, ularni yerga sotmayman, yerda yoyib sotmayman-ku deya veshelka, garderob sotib oldim. Instagram, Telegramda sotsam-chi deya shtativ, telefon sotib oldim. Xullas, yangi biznes tusovini kesaman deb astoydil harakatdaman-da. Shu paytgacha telefon boshqalarning hayotini ko'rish bilan vaqtni ketkazibman-u, qanday video joylashni, ovozni qanday sozlashni, layklar, yurakchalar, obunachilarni qanday yig'ishni o'rganmabman-da. 38 ga kirgan men bilmaydigan telefondagi barcha funksiyalarni ovsinimning 5 yoshli o'g'li biladi-da. O'sha gap 100 ming obunachiga harakat. Qaytarishga olingan pullar tugadi. Ahvol chatoq. Kontaktlaringizdagi yaqinlaringizni gruppamga qo'shib, gap-gashtagda Giza shopni reklama qilmasangiz bo'lmaydi. Erkaklar jamoasiga katta ketib qo'yganman-da. Men eplayman hali deb uyalib qolmay. Aytganday, men bir g'aribni shu video tagidagi ikkita qo'l bir-biriga yopishib turgan rasm bor, shu bilan qo'llab ketsangiz xursand bo'lardim-da. Aytgancha eng yaxshisini sizga ilindik. Harakatdan charchamaymiz.